katta kvadratli, puli arzon 2 xona uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Chilonzor tumani 25-kvartalda 2 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz alt qismi uyimizda. Bu yerda spalni, ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizda 2 ta balkon bo'lib, bu yerda birinchi balkonimiz 1 ga 3. Uyimizning umumiy maydoni 60 kvadrat metr. Gruzinskiy planirovka deyiladi. Uyimiz 5 qavatli binoni 3-qavatida joylashgan. Bu yerda balkonimiz 2,5 ga 6. Ovqatlanish uchun joylari va gazlarni balkonga ko'chirib qo'ygan. Bu yerda oshxona qismi bemalol 2 xonani 3 xonaga o'zgartirib yashasalaring bo'ladi. Va alohida sanuzellari bilan. Glavniy eshikdan kirib kelish bu yoqda. Eslatib o'taman, uyimizda orientiri 25-kvartal Denov kafening ro'parasida. Ushbu uyimizga egalari tomonidan 64 ming AQSh dollar baholanmoqda. Sunnatga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsionaldagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.